Man hatto o'sha yosh shogirdlarimizga madrasani bitirib xizmatga chiqayotgan, imom, noib bo'layotgan shogirdlarga aytaman. Sizni qavmingiz ichida, sizni mahallangiz ichida katta-katta olimlar bo'ladi, professorlar bo'ladi, akademiklar bo'ladi. Ularning hurmatini joyiga qo'ying. Bir kuni shunaqa bo'ldiki, bir tadbirga kirib o'tirdik. Biz yuqorida o'tiribmiz, oldimizda yosh yigitlar o'tiribdi. Lekin poygakda bir odamni ko'rdim, men u odamni taniyman. Necha yillab ta'lim bergan, fan doktori, professor bo'lgan odam. Men aytdim, ustoz, siz bu yoqqa chiqing. Siz bu yerda o'tirishlikka loyiqsiz. Olimlar yuqorida o'tiradi. Siz esa eng buyuk olimlardan siz. Qancha kitob yozgan, qancha shogird chiqargan. Haqli azizlar bular. Men chaqirib o'tkizdim. Shuning uchun qanaqa ilm bo'lishdan qat'iy nazar olim odamning hurmatini joyiga qo'yish kerak. Ilmli odamning hurmatini joyiga qo'yishlik kerak. Mana Qur'onda keladi-ku, Musa alayhisalomda payg'ambar alayhisalom bo'lsa ham Xizr alayhisalomni oldiga yuborib ta'lim olishlikka buyurdi Alloh taolo. Payg'ambar o'zlari shogird sifatida keladilar, payg'ambar alayhisalom. Shuning uchun biz albatta ustozlarning hurmatini joyiga qo'ymoqligimiz kerak.